Saman bilan kepakda o'chingiz bormi deb pinglinchiga yezib qo'yapti bir baqmish do'stimiz. Rost, saman bilan kepakda o'chim bor. Buning sababini hozir sizlarga tafsiliy tushuntirib qo'yaman. Texmi ko'p baqmichilarning foydalanib qilishi uchun o'pkangizni besib olib, yurakni besib o'tib, yurakning ostidagi ko'rsatkich belgini besib o'tib, yaqin odamlaringizga avatgach filmning davomiga diqqat qiling. Do'st yig'iltib aytadi deydigan tamsil bor. Sizning qo'lingizga mush urgandek tegadigan gapdan bir nechiniday, saman bilan kepak Şinjan chorvachiligini taraqqiy qilg'izmayotgan yem-qashaklarning birisi. Undaq desam, ba'zinglar xafa bo'lishinglar mumkin. Şinjanning janub-shimolida jafokash dehqonlarimiz terayotgan shunchalar ko'p bug'doy samanni nima qilamiz? Unda o't qo'yib o'tamdoq, yo'q, undaq qilmaymiz. Uningdanmi to'g'ri usulda foydalanamiz. Saman bilan kepakni cho'ng bo'lib, asosiy ozuq qilib olmaymiz. Mening to'xtalganim janub-shimoldagi ashu jafokash dehqonlarimizning terayotgan bug'doy samanning gapi emas. Şinjan chorvachilik rayoni. Şinjanning qo'yning go'shi tatliq. Bu gap hammamizning og'zidan tushirmaydigan gap. Ichkir o'lkalarga berib qolsaqmi, bizni mushu tatliq qo'yning go'shi bilan maqtaydi. Qani ashu qo'yning go'shi bu qitim Gavsugonlarga chiqib Qashqarga berish jarayonida yo'lda Qashqarga ketib borgan ichkir o'lkalardan yo'tkilayotgan oq rangli xo'yan qo'yning turkumlab mashinaga besib ketib borganligini ko'rdik. Buning sababi zodi nima? Biz baxmichilikni yaxshi qilolmadikmi qandaq? Albatta Şinjanning qo'yning go'shi tamlik, nihoyat yeyishlik, ozuqlik qimmati yuqori. Shu qo'yning go'shida atgan Şinjan taomlari texmi o'xshaydi degan tashviqot ichkir o'lkalardagi nurg'un sayohatchilarni Şinjanga jalb qildi. Biroq Şinjangda o'zining baqqan qo'yning go'shi o'ziga yetmay ko'plab ichkirdan mol yo'tkab kelindi. Ichkirdan kelgan sayohatchilar Şinjanga kelib ichkirning go'shini yeb ketadi. Asli ularning arzusi Şinjangning o'zida beqilgan tamlik, ozuqlik qimmati yuqori qo'y go'shlarini yeyish edi. Biroq bu baxet ularga mansub bo'lmadi. Hamda baqmichilarimiz diqqat. Bizga qo'y baqmichiligida bu yerda cho'ng bir bozor bo'shliqi bor ekan. Bozorni tushundigan, bo'libmi Janubiy Şinjangdagi necha yildan buyon mol beqiyotgan baqmichilarga ayon. 2-3 yildan buyon Anxuylik baqmichilar Anxuyning saminni Şinjanga setib etdi. Xibeylik baqmichilar Xibeyning kepikini Şinjangdagi baqmichilarga setib etdi. U pulga Şinjangning chigit kunjirsini ilib ketdi. Şuna ularning mol chorvasi 4.9 hayat qilib samriverdi. Bizning mol chorvamiz ko'paymay, o'ruqlab o'zini boqolmay o'layverdi. Voy Şinjangning go'sh tatliq degan gap eg'zimizda bo'layverdi. Lekin chaynayotganimiz Xibeyning Shandongning qo'yi bo'layverdi. Eng qiziq yeri Qashqarda bir baqmichi Qo'tonda bir monch qo'yni beqib, qassobning tuyiga berib, o'zining uyiga yeydiganga 2 kilo parcha go'sh oldi. O'zi baqqan qo'yni elib chiqib setib etdi. Ammo o'zi Shandongdan yo'tkab kelib Qashqarda so'yilgan qo'yning go'shini iste'mol qildi. Undaq bo'lsa, Anxuyning saminni bermay, Xibeyning kepikini bermay, Kamal apandimning yemini beramdoq, sarxil yemni beramdoq deb ochiqlanishingiz mumkin. Men albatta deb javob beraman. Chunki bizning yemda Amerikaning purchaq kunjiri, Aqso'ning chigit kunjiri qatorliq bir munch kunjirlar ham shu mol chorvaning ozuqlik ehtiyoji bo'yicha tengshalgan har xil vitamin, mineral moddalarni to'liq qo'shgan. Şinjangda bizdan boshqa biz biladigan 40 necha zavod bor. Shularninkini setib olsanglarmi bo'ladi. Chunki to'liq ozuqlik tayyor yemmi bak muhim. Beqiyotgan chorvangiz ko'shiga chayvon bo'lish sufti bilan xashakmi muhim. Xashakning ozuqlik qimmatimi texmi muhim. Chunki siz xajlagan har bir tal pul, har bir tuyoq mol chorvangizning badaniga qitilishi kerak. Bo'lmasa qo'yni Qo'tonda o'zingiz beqib, ishdan tizdan oshmay qassobning oldiga berib, parcha go'shni elib yeydigan ish chiqadi. Zavodlarning tayyor yem xashkida texnik chiqimi bo'lganlik uchun o'zimiz yasagan yemdan sal qimmat chiqib qoladi ekan, o'zimiz etizda terigan qo'noqlarimiz bor edi. Shuning bilan yem xashak yasagan bo'lsak, texnika bilan ta'minlagan bo'lsanglar degan baqmish do'stlarimizga davlatimizning taraqqiyoti atrofimizdagi davlatlardan 20-30 yil oldida turdi. Yangi Jungo qurilgandan buyon tunji qitimda qurilgan Dachin guruhi bilan sarxil chorvachilikka birlashib ishlab chiqargan doktorlar yasagan Mal doktori marksistiki yem xuruchimizni sizga alayda tavsiya qilamiz. Hozir bu mahsulotimizning ichiga nurg'unlagan mukofotlarni saldoq. Har bir xaltning ichidan mukofot chiqadi. Cho'ngroq mukofotlardan mana mao mashina chiqadi, mana mao kalla tortadigan taroz chiqadi. Ondan 40-50 qo'yni kalini qursizlantirgan bo'lgan mao qursizlantirish mahsulotlarimiz chiqadi. Har bir xaltadan cho'qim mukofot chiqadi. Mukofot chiqmay qolsa, pul bermay ilib kelsangizmi bo'ladi. Undaqda mushundaq oldin qatardagi yem xurishni setib olsam bo'ladi degan baqmish do'stlar, ham seriq arodan setib olmaydim degan do'stlar, yurakni besib o'tib, inkas rayoniga 7 raqamni yo'llab qo'ying. Men o'zim siz bilan aloqa qilishaman.